Sizning qandaq arzuyingizning borligini bilmayman. Aşu arzularınızı yetiştirishga tirishchanligingiz jarayonida qanchalik ümidsizlik ichida qolganligingizga parvo qilib o'tirmayman. Biroq qalbingizda izchil o'ylab kelayotgan aşu arzularingizning amalga oshishi tamoman mumkin. Bilaman, ko'pinchalar buning qiyinligini allaqachon bilib ketgan. Albatta oson emas. Turmushimizni o'zgartirish oson emas. Arzuyingizga yetish uchun tirishchanlik ko'rsatish jarayonida qayt-qaytlab sizni tushkunlashtiradigan ishlarga, ko'plagan mag'lubiyatlarga, azob-oqibatlarga uchraysiz. Arzuyingizga yetolmay o'zingizdan gumonlangan chog'ingizda voy sho'r peshonam, nimishqa men mushundaq ishlarga yo'l qo'yman. Men faqat bolalarimga va ota-onamga yaxshi kun ko'rsatmoqchi edim-ku. Hech kimga ziyon selish, hech kimni o'g'irlash xiyolim yo'q edi-ku. Qandaqsiga mushundaq bir kun mening beshimga keladi deb zarlanasiz. Beshidan azroq qiyinchilik o'tganlarga deydiganim shuki, arzuyingizdan hargiz voz kechmang. Shundaq qiyin vaqtlarmi keladi, biroq ular hargizmi turib qolg'ili kelgan emas. Ular o'tib ketgili kelgan.